Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 3-oyning 10-kuni. Xitoy kommunist hokimiyati vatanimiz Uyg'uristonda irqiy qirg'inchilik ilib beryapti. Irqiy qirg'inchilik degan nima? Bugun Amerika hukumatining bayonotchisi Ned Price apandim Trump hukumati Uyg'urlar to'g'risida Xitoy hukumatiga qarta, Xitoy hukumati Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik ilib bordi deb chiqargan qarorni e'tirof qildi va bu qarorni to'g'ri qaror deb muqimlashtirdi. Amerika hukumatining bu qarori bugungi kunga qadar o'zgargani yo'q. Amerika hukumati Xitoy hukumatini Uyg'urlar ustida irqiy qirg'inchilik ilib bordi degan qarori kuchga ega deb yana bir qitim bayonot e'lon qildi. Amerika hukumatining bayonotchisi Ned Price apandim. Ned Price apandim muxbirlarga qilgan so'zida Joe Biden hukumati Trump hukumatining eng oxirgi xizmat kunida Uyg'urlar to'g'risida chiqargan qarorini e'tirof qiladi va qo'llaydi deb bayonot berdi. U bo'lsa Xitoy kommunist hukumati Uyg'urlar ustida irqiy qirg'inchilik jinoyati va insoniyatga qarshi turish jinoyat o'tkazdi degan qaror. Bunda aytganda Amerika hukumatining sobiq tashqi ishlar ministri Pompeo apandim bilan hozirgi Amerika hukumatining tashqi ishlar ministri Blinken apandilarning o'rtaq qarori bo'lsa, Xitoy kommunist hokimiyati atalmish Xinjiang degan yerda Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik ilib bordi. Biz bu qarorimizdan o'zgarmadik, ham qat'iy o'zgarmaymiz dedi. Ta bugungi kunga qadar Uyg'urlar masalasi to'g'risida texmi to'liq, texmi tafsili muhim materiallar bizga kelyotdi dedi. 2 kunning oldida Kanada davlatining NS Raysinash tekshirish idorasining e'lon qilgan eng yangi ma'lumotida %83% Kanada xalqi Kanada parlamentining Xitoy hukumati Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qilish jinoyatini o'tkazdi degan qarorini qo'llabdi. Kanada parlamentining bu chiqargan qarori Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qonun nizomnomalariga butunlay uyg'un deb qaraydi ekan. Hammamizdan xabar bor, oldingi oyning 22-kuni Kanada parlamenti Xitoy hukumati Uyg'urlar ustida irqiy qirg'inchilik jinoyatini o'tkazdi degan qaror 266 yuqori ovoz bilan ma'qullangan edi. Lekin shu vaqtida Kanadaning bosh ministri Trudeau apandi va bir qancha ishki kabinet a'zolari parlamentning qaror chiqarish yig'iniga qatnashamay qolgan. Buningdan nurg'unlagan Kanada xalqi shundoq bearam bo'lgan. %55% Kanada xalqi Kanada prezidentining bundaq muhim yig'inga qatnashamay qolganligidan intayin norozi bo'lgan. Shuning bilan birlikda Kanada xalqining %70% xalqi Xitoy hukumati Uyg'urlarning kishilik huquqiga tajovuz qilganligi uchun kelar yili Beijingda ochiladigan qishliq olimpik yig'inni to'xtatib etishni ham bu olimpik yig'inni boshqa bir davlatda o'tkazishni talab qilgan. %62% Kanada xalqi Xitoy davlatiga iqtisodiy jazo yurgizishni qo'llagan va talab qilgan. %69% Kanada xalqi Kanada hukumatining amaliy harakati bilan Uyg'urlarni qo'llash va Uyg'urlarga yordam berish, Kanada davlatiga ko'chman bo'lib kelmoqchi bo'lgan Uyg'urlarning ko'chman xizmatini texmi yaxshi amaliy harakat bilan o'rindashni talab qilgan. Kanada parlamenti Uyg'urlar to'g'risida qaror chiqargandan keyin 3 kun o'tib Gollandiya parlamentida Xitoy kommunist hukumati Uyg'urlar ustida irqiy qirg'inchilik jinoyatini o'tkazdi degan qarornoma ma'qullandi. O'xshashla 2 kunning oldida Washingtondagi bir ahli ombirining yangilikni yaratish strategiyasi va siyosat tadqiqot organining o'rlashtirishida 50 necha xalqaro darajalik qonun mutaxassislari irqiy qirg'inchilikqa uchragan millatlar to'g'risida qonun mutaxassislari yana Xitoy davlatining har qaysi millatlar to'g'risida tadqiqot olib boradigan qonun mutaxassislar bilan birlikda o'tirib dalil isbot faktlarni asos qilib turib keng ko'lamlikda inchilik bilan tekshirish orqali hamda Uyg'uristonga mas'ul bo'lgan xalqaro qonuniy mutaxassislar bilan birlikda baholash xulosa natijasini chiqargan. Natijada Xitoy hukumati Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik jinoyatini o'tkazib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining
irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolanishdan saqlanish ahdi-nomisiga xiloflik qildi. Shuning uchun Xitoy davlati davlat mas'uliyatini ustiga olish kerak dedi. Bu ahli ambar tadqiqot organining mas'uliyati muxbirlarga degan so'zida bularda bo'sish xarakterlik bana sabab tep bermaydigan dalil isbotlarga ega ekan. Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati to'g'risida Xitoyni ayiblash va sudga tortish ishlariga kelganda to'liq manbalar bilan ta'minlab qo'llay oladi ekan. Yana deydiki, Xitoy davlati bo'lsa, yer sharidagi asosli cho'ng davlatlarning birisi. Uning rahbari bo'lsa, irqiy qirg'inchilik jinoyatini sodir qilayotgan bosh plan tuzguchi. Shunlashqa davlat xarakteridagi javobgarlikni ustiga oladi degan. Hozir dunyoning ko'p qism rayonlarida Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'nib yetishga boshladi. Lekin Kanadaning prezidenti Trudeauga o'xshash bir qism amaldorlar ularning tushanchisida Xitoy hukumati haqiqatan atalmış Şinjan degan yerda inson huquq tajovuzchiligini ifoda. Lekin irqiy qirg'inchilik degan masalasiga kelganda texmo ilgirligan dalil isbotlarga ega bo'lishimiz kerak degan. Bir qism kishilarning tushanchisida Ikkinchi dunyo urushidagi Yahudilarning qirg'in qilishi, Rivandada 800 mingdek insonlarni o'ldirib qirg'in qilishi, bu shaklda qirg'in qilingan vaziyat ko'rilsa, buni irqiy qirg'inchilik jinoyati deb tushunib olgan. Faqat qolisida cho'ng qirg'in bo'lishi kerak deb qaragan. Xitoy bayonotchisi Hua Chunyingning bildirlab deyishicha, mushu 10 yil ichida atalmış Şinjanning naposi 2 milliondan oshib ketgan. Bu irqiy millat texi ko'payyotidi. Nima uchun sizlar irqiy qirg'inchilik deysizlar deb muttahamlik qilgan. Endi irqiy qirg'inchilik degan bu hukmga kelsak, 1948 yili 12 oyning 9 kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 260 nomerliq qarornomani ma'qullab, irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolanishdan saqlanish ahdinomini ma'qullagan. Bu ahdinoma 1951 yili 1 oyning 12 kuni rasmiy yo'l qo'yilgan. Irqiy qirg'inchilikdan saqlanish ahdinomasining 2 tarmog'ida mundaq deyilgan. Maqsadli shaklda bir davlatning fuqarolarini butunlay yo'qotish yoki qisman yo'qotish, bir millat to'plamini yoki diniy to'plam xalqlarni yo'qotishda tuvandagi moddalarning birisini sodir qilib qolsa, irqiy qirg'inchilik jinoyati deb ataldi ekan. Masalan, mazkur to'plamining a'zolarini o'ltasa, mazkur to'plamining odamlariga jismoniy va ruhiy jihatda zarba berilgan bo'lsa, buning misoli hozir milliondan ortiq Uyg'urlarni lagerlarga solib olib, jismoniy va ruhiy jihatda og'ir zarba berayotganligi tipik misol bo'la oladi. 3. Planli holda bir to'plam xalqni butunlay va qisman jihatda jazolash ilib borgan bo'lsa. 4. Majbur shaklda bir to'plam xalqning erkin yashash va tug'ut cheklamasini majburiy ilib borgan bo'lsa. 5. Majburiy holda bir to'plam millatning bolalarini yana bir to'plam millatga opirib boqtirgan bo'lsa. 5. modda. Yuqorqi deyilgan moddalarning birsini sodir qilgan bo'lsa, sodir qiluvchini irqiy qirg'inchilik jinoyatini sodir qildi degan jinoyat bekitildi. Irqiy qirg'inchilik jinoyatini sodir qilgan harakat faqat cho'ng qirg'in qilish deb tushunsa, xatolashgan bo'ladi. Yuqorqi 5 moddaning birisiga to'g'ri kelsa, u hukumat irqiy qirg'inchilik jinoyatini sodir qilgan hukumat bo'ladi. Xitoy kommunist hokimiyati Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik jinoyatidan saqlanish ahdinomasiga qo'l qo'ygan ekan. Xitoy hukumatı bu ahdinomani intayin aniq biladi degan gap. Har bir modellarini mo aniq biladi. Hamda Amerika ahli ambar tadqiqot organining mutaxassislarining chiqargan yakunida mundaq deyilgan. Uyg'urlarning tonilgan rahbarlarini planli shaklda o'ltagan. Onundan boshqa Uyg'urlarning yashangan peshqadamlarini keng ko'lamda iskanjaga ilib olgan. Bu orqali nurg'unlagan Uyg'ur millati hayotidan ayrilgan. Xitoy hukumatining bu qilmishi yuqorida deb o'tgan 1-moddaga to'g'ri keldi. Maqsadlik va planli holda insonlarni qirg'in qilgan. Dokladda yana Uyg'ur millati lagerga qamilib, insonlik nuqtadan chiqqan muomalaga uchrab,
depsendi qilish, bosqinchilik qilish, xo'rlikqa uchirtish hamda ochiq-oshkora kamsitadigan jinoyatlarni sodir qilgan. Bu yuqorida degan ikkinchi moddaga to'g'ri keldi. Xitoy hukumati buningga mas'ul bo'lishi kerak. Xitoy doiralari planliq shaklda Uyg'ur erlarini yashash muhiti intayin qiyin bo'lgan yerlarga qamab qo'ygan. Uyg'ur ayollarini bo'lsa tug'mas qilib etgan. Shuning bilan birga majburiy emgak silish orqali butunlay yoki qisman g'ayr shaklda hayot qilishidan mahrumsiz qolgan. Hayotiga zomin bo'lgan. Yanala yuqorqi 3-moddaga to'g'ri keldi. Xitoy hukumati planliq shaklda bütün Uyg'ur ayollariga keng ko'lamlik naslni quritib etish harakatini ilib borgan. Bunda aytganda Uyg'ur ayollari mangu nasl qoldirolmaydigan qilish. Mana shu asosda ko'plagan Uyg'ur ayollar, Uyg'ur onalar lag'irga qamalgan, ularning bolalarini atalmış davlat igdorchiligidagi yetimlarga qaraydigan yerga aketgan. Hatto u bolalarga o'lchamlik Xitoy tilini majbur o'rgatish, o'zining ona tilidan unutuldirish harakatini yapgan. Mana bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik jinoyatidan saqlanish 2-moddaning 4-5 tarmoqlarga to'g'ri keldi. Yuqorqi moddalarning qaysi birisi sodir qilingan bo'lsa, mana sen irqiy qirg'inchilik jinoyatini sodir qilgan bo'lasan. Mana bu Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik jinoyati va terrorlik harakati. Buning dalil isbotlari, moddiy va jonliq isbotlar butunlay to'liq. Mushundaq paketlar oldida hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bayonnomasining aniq ko'rsatishicha po'latdek qarorlar tayyorlanib bo'ldi. Hamda napos masalasi kelganda burunqi 5 yil, 10 yil bu masalani qo'yib turayli. Xitoy hukumati Uyg'urlarni yo'qotish qadam bosqichi mushu boshlangan 3 yildan buyon Uyg'urlar asosliq yashayotgan Xotan, Qashqa qatorliq rayonlardagi Uyg'urlarning naposi birdillam 60% tuvallab ketgan. Yaqinqi 3 yil ichida Uyg'ur millatining naposi 60% tuvallab ketgan. 2018-yili atalmış Şinjandagi umumiy naposning 1/3 azlab ketgan. Xitoy hukumati Uyg'urlarning naslini quritib etish bu siyosatdan o'zini yeb qochgan. 2019-yili atalmış Şinjangning umumiy naposi davomli 24% tuvallab mangan. Ayni shu vaqtda butun Xitoy davlatida %4,2% tuvallagan. Irqiy qirg'inchilik masalasi o'tirib qo'yilsa, bir qism kishilarning qalisiga keldigini hozirgi zamonni o'ylab turib oldi. Lekin o'tgan zamonni o'ylamaydi. Ba'zi bir Xitoy paras yaloqchilar bu qisman shakldagi voqeani cho'ngaytib yetishga bo'lmaydi deydi. Amaliyotda har qanday irqiy qirg'inchilik qisman shakldan turib boshlandi. Sening o'ylaganingdek Yahudi millati qirg'in qilingandek qirg'in qilish kerakmi? Milyonlagan Uyg'ur millati lagerlarga solanganning o'zilam irqiy qirg'inchilik bo'lib hisoblandi. Washington ahli ambar tadqiqot mutaxassislarining chiqargan xulosasida bir millat butunlay qirilib yo'qolib bo'lgandan keyin sen ondan irqiy qirg'inchilik bo'pti deb xulosa chiqaramsan degan masalani o'tirib qo'ydi.